kino ham olmoqchimisizlar? Uchini ochadigan bo'lsa, u hali boshlanish. Bugün senin noming yana yangraydi. Bir paytlar aytilgan orzu bugün ekranga aylandi. Bir guruh yigitlar, katta niyatlar, kulgi ortida yashardi rejalar. Mittimi degan nom bilan tanilgan, orzular sari dadil yo'l olingan. Farhod derdi bir kun kino olamiz, bu gaplar yuraklarga muhr bo'lib qoldi. Vaqt o'tdi, ammo ishonch so'nmadi. Taqdir sinadi, yuraklar ezildi. Bir do'st ketdi, safdan ayrildi, lekin uning orzusi qolib ketdi. Yulduz kabi osmonda yonib ketdi. Yillar o'tsa ham orzular unutilmadi. Jimjit tunlarda bir ovoz yangradi. Farhod, eshityapsanmi? Lagmon Bugun dunyoga keldi. premyera bo'lmasidan oldin Nomi el orasida mashhur bo'ldi. bu oddiy film emas, bu orzularning davomidir. Sen boshlagan yo'l bugun g'alabalar tomon olib boradir. Ulug'bek ko'tardi orzu bayrog'in, mehnat bilan bezadi har bir qatorin. Har bir sahnada do'stlik nafasi, har bir kadrda Farhod xotirasi. Instagramning yorqin shamolaridan biri bugun tarix yozmoqda yana. Mittimi nomi tobora yuksalib, yangi ufqlarga qaraydi yana. Lagmon haqida gaplar tarqaldi, premyeradan oldin ham tanildi. Bu kino emas, faqat tomosha uchun, bu sadoqat va orzular uchun. Balki osmondan qarab turibsan, bizni ko'rib faxrlanayotgandirsan. Sen ekkan urug' bugun meva berdi, orzularing haqiqatga aylandi. Farhod, eshityapsanmi? Lagmon Bugun ekranlarda sening noming yashaydi doimo. do'stlar qalbi va xotiralarda. Bittimi yo'ling ochiq bo'lsin, omadsizga hamroh bo'lsin. Bu hali boshlanish oldinda yana yangi filmlar, yangi zafarlar bor. Bir inson ketishi mumkin, ammo orzusi ketmaydi. Bu shunchaki film emas,